iyul oyida pensiya oladigan yurtdoshlarimiz uchun eng muhim masala bu pul qachon tushishi, qachon berilishi va jadvaldagi o'zgarish sababli kimdir kechikib qolmaydimi degan savol. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda, lekin juda aniq qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiya oladigan ota-onasi bor farzandlarga, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalarga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham pensiya pulini olishda ovora bo'lishingizga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odamlar tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, hujjat va to'lovlar bo'yicha muhim yangiliklarni tushuntirib boraman. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun odatiy edi. Kimdir har oyning boshida bank kartasiga pul tushishini kutardi. Kimdir pochta xodimi uyiga olib kelishini kutardi. Kimdir esa mahalladagi tarqatish punktiga borib olardi. Odamlar o'z kunini, dori-darmonini, oziq-ovqat xaridini, kommunal to'lovlarini shu sanalarga qarab rejalashtirib qo'ygan. Masalan, kimdir 5 sanada pensiya olsa, o'sha kuni dorixonaga borardi. Kimdir 10 sanada olsa, o'sha haftada bozordan un, yog', guruch olib qo'yardi. Shuning uchun jadvaldagi har qanday o'zgarish oddiy qog'ozdagi sana emas, balki pensionerning butun oyiga ta'sir qiladigan masala hisoblanadi. Endi iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgani haqida gap ketmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu hamma pensioner pulini yo'qotadi yoki hammaning pensiyasi kechikadi degani emas. Bu ayrim hududlarda, ayrim toifalarda yoki ayrim to'lov shakllarida pensiya beriladigan kunlar oldinga yoki keyinga surilishi mumkinligini anglatadi. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Bayram yoki dam olish kunlari, bank tizimidagi texnik jarayonlar, pensiya jamg'armasi tomonidan ro'yxatlarni yangilash, kartalarga o'tkazmalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish, naqd pul yetkazib berish grafiklarini qayta taqsimlash. Eng muhimi, men sizga shuni aytmoqchiman. Jadval o'zgarsa, vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Oldingi tartibda ko'p joylarda pensionerlar o'z sanasini yodlab olgan edi. Bir mahallada yashaydigan pensionerlar ko'cha oltin sanalar oralig'ida, boshqa hududdagilar tez 12 sanalar oralig'ida pensiya olardi. Bank kartasiga oladiganlar ko'pincha pul tushganini SMS orqali bilardi. Pochta orqali oladiganlar esa pochtachi yoki mahalla mas'ullaridan xabar kutardi. Bu tizimning qulay tomoni shundaki, odamlar o'z navbatini bilardi. Noqulay tomoni esa shundaki, agar sana dam olish kuniga, bayramga yoki texnik kechikishga to'g'ri kelib qolsa, odamlar aniq javob topolmay sarson bo'lishi mumkin edi. Hozirgi o'zgarishning asosiy mazmuni shundan iboratki, iyul oyidagi pensiya to'lovlari bo'yicha jadval qaytadan taqsimlangan bo'lishi mumkin. Bunda birinchi navbatda kartaga tushadigan pensiyalar, keyin naqd ko'rinishda yetkaziladigan pensiyalar yoki aksincha hududdagi imkoniyatga qarab bosqichma-bosqich tartib belgilanadi. Men buni shunday tushuntiraman. Davlat yoki mas'ul tashkilot bir kunda hamma pensionerga to'lov qilishi amaliy jihatdan qiyin. Chunki bir vaqtning o'zida banklar, pochta, pensiya jamg'armasi, mahalla va naqd pul tashish tizimi ishlaydi. Shuning uchun jadval tuziladi. Agar iyul oyida shu jadval qayta yozilgan bo'lsa, demak kimdir odatdagidan 1-2 kun oldin, kimdir 1-2 kun keyin pensiya olishi mumkin. Bu yerda eng katta xavf nimada? Xavf shundaki, pensioner eski sanaga ishonib, masalan 6 yil kuni bankomatga boradi, pul tushmagan bo'lsa asabiylashadi, keyin bankka boradi. Bankdan pensiya bo'limiga yuboriladi. Pensiya bo'limidan pochta yoki kartaga o'tkazma holatini tekshirish aytiladi. Natijada bir kun yo'lga ketadi. Aslida esa yangi jadval bo'yicha uning to'lovi 8 iyulga belgilangan bo'lishi mumkin. Demak, asosiy vazifa yangi jadvalni o'z vaqtida aniqlash. Birinchi navbatda pensiyani naqd pul shaklida oladigan pensionerlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki naqd pul tarqatish jadvali hudud, ko'cha, mahalla va tarqatish yo'nalishiga qarab o'zgarishi mumkin. Agar pochtachi sizga har doim 7 sanada kelgan bo'lsa, bu safar 9 sanada kelishi ehtimoli bor. Yoki aksincha oldin 12 sanada olgan bo'lsangiz, yangi jadval bo'yicha 10 sanada berilishi mumkin. Shuning uchun telefoningiz yo'qilgan bo'lsin, mahalla yoki pochta xabarlarini kuzating. Ikkinchi toifa bank kartasiga pensiya oladiganlar. Ko'pchilik kartaga tushsa bo'ldi, muammo yo'q deb o'ylaydi. Aslida kartaga tushadigan to'lovlarda ham ro'yxat, banklarga o'tkazma, SMS xabarnoma va karta holati muhim.
Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bankdagi hisob raqamingiz o'zgargan bo'lsa yoki telefon raqamingiz bank tizimigacha qolgan bo'lsa, pensiya tushganini bilmay qolishingiz mumkin. Ba'zan pul tushadi, lekin SMS kelmaydi. Pensioner esa pul tushmadi deb o'ylaydi. Shu sababli kartani bankomatda yoki bank mobil ilovasida tekshirish kerak. 3-toifa yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Yangi pensionerlar ko'pincha birinchi oyda aynan qaysi sanada to'lov bo'lishini bilmaydi. Ular qo'shnisining sanasiga qarab kutadi. Masalan, qo'shnisi 5 sanada olsa, men ham 5 sanada olaman deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Pensiya tayinlangan sana, hujjat ro'yxatdan o'tgan vaqt, bank hisob raqami ochilgan sana va hududiy jadvalga qarab birinchi to'lov boshqa kunda bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi pensionerlar albatta pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahalla mas'ullariga murojaat qilib o'z to'lov sanasini aniqlab olish kerak. 4-toifa nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oladiganlar. Bunday to'lovlarda hujjatlarning amal qilish muddati, tibbiy komissiya xulosasi, o'quvchi yoki talabalik ma'lumotnomasi. Vasiylik hujjatlari muhim bo'lishi mumkin. Agar jadval qayta tuzilayotgan vaqtda sizning hujjatingiz muddati tugagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Bu jadvaldagi o'zgarish emas, hujjatdagi muammo bo'ladi. Lekin odamlar buni ko'pincha bir-biriga aralashtirib yuboradi. Agar sizning pensiyangiz muntazam ravishda bank kartangizga tushsa, kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa va sizga bankdan odatda xabar kelib tursa, katta xavotirga o'rin yo'q. To'lov bir necha kunlik texnik jadval asosida amalga oshirilishi mumkin. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l har kuni bankka yugurish emas, balki rasmiy xabarni kutish, karta tekshirib turishdir. Agar siz har oy bir xil mahalla bo'yicha pochtachi orqali pensiya olsangiz va manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, siz ham vahima qilmasligingiz kerak. Lekin uyda bo'lmasangiz, telefoningiz ochiq bo'lsa, pochtachi kelgan vaqtda eshik ochilmasa, keyin qayta kelish tartibi cho'zilishi mumkin. Shuning uchun jadval o'zgargan oyda ayniqsa aloqa vositasini ochiq tutish kerak. Agar siz pensiyangizni farzandingiz yoki ishonchli vakilingiz orqali olsangiz, ishonchnoma muddat ham tekshirilishi kerak. Juda ko'p holatda odamlar jadval o'zgardi deb o'ylaydi. Aslida esa ishonchnoma muddati tugagan bo'ladi. Natijada bank yoki pochta pulini bera olmaydi. Bunday holatda mas'ul xodim aybdor emas, chunki u muddati o'tgan hujjat bilan pul berishga haqli emas. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner opa har oy 6 sanada pensiyasini kartaga oladi. U iyulda ham 6 sanada bankomatga boradi, lekin pul yo'q. Opa xavotirlanadi, doriga pul kerak. Farzandlariga telefon qiladi. Aslida esa yangi jadval bo'yicha uning hududidagi kartali to'lovlar 7-8 iyulga ko'chirilgan bo'ladi. Agar opa buni oldindan bilganda, bankka qatnab ovora bo'lmasdi. Dori uchun vaqtincha rejasini ham boshqacha qilardi. Demak, bitta kunlik o'zgarish ham pensioner hayotida sezilarli ahamiyatga ega. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi pensioner aka pensiyasini naqd oladi. Pochtachi odatda 10 sanada keladi. Iyul oyida tarqatish yo'nalishi qayta taqsimlangani uchun pochtachi 12 sanada kelishi belgilangan. Aka esa 10 sanada kelmadi deb mahallaga boradi. Keyin pochtaga boradi. Keyin yana uyga qaytadi. Unga hech kim pulingiz yo'qolgan demaydi, faqat jadval o'zgarganini tushuntiradi. Bu holatda eng to'g'ri ish mahalla yoki pochta bo'limidan yangi grafikni telefon orqali so'rab olish edi. 3-misol. Andijonda yashovchi yangi pensioner birinchi pensiyani kutmoqda. U pensiya tayinlanganligi haqida xabar olgan, lekin qaysi sanada tushishini bilmaydi. Qo'shnisi dars sanada oladi. Shuning uchun u ham dars sanada kutadi. Pul tushmaydi. 5 sanada ham tushmaydi. U xavotirga tushadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, uning hujjati iyun oxirida yakunlangan va birinchi to'lov iyulning ikkinchi yarmidagi jadvalga kiritilgan. Bu yerda muammo yo'q. Faqat birinchi to'lov sanasi boshqalarnikidan farq qilgan. Shuning uchun yangi pensionerlar albatta o'z nomi jadvalga qaysi sanadan kiritilganini aniqlash kerak. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Oiladagi farzand kollejda yoki oliy ta'limda o'qiydi. Ba'zan bunday to'lovlar uchun o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Oila esa iyul jadvali o'zgargani uchun pul tushmadi deb o'ylaydi.
Aslida sabab hujjat yangilanmaganda bo'ladi. Demak, har bir to'lov turida faqat sana emas, hujjat ham muhim. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozijahatlarni aytaman. Birinchi nozijahat bank kartasining amal qilish muddati. Agar kartangizning muddati iyun yoki iyul oyida tugagan bo'lsa, pensiya hisobga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Lekin siz kartadan foydalana olmasligingiz mumkin. Bunday vaziyatda bankka borib kartani yangilash kerak. Bank kartani almashtirganda pensiya tushadigan hisob raqam o'sha qoladimi yoki yangilanadimi? Buni albatta so'rang. Chunki ayrim holatlarda yangi karta ochilganda eski karta yopiladi, lekin asosiy hisob raqam saqlanadi. Ba'zi holatda esa rekvizitni yangilash kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Agar siz boshqa tumanga, boshqa viloyatga yoki farzandingizning uyiga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, pensiya to'lovi eski manzil bo'yicha yurishi mumkin. Siz yangi joyda kutasiz, lekin jadval eski hudud bo'yicha tuzilgan bo'ladi. Shu sababli ko'chgan pensionerlar pensiya jamg'armasi bo'limiga manzil o'zgarganini rasman bildirib qo'yish kerak. Faqat mahallaga aytdim, qo'shnilar biladi, pochtachi biladi degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat telefon raqami. Hozir ko'p xabarlar SMS yoki qo'ng'iroq orqali beriladi. Agar sizning bankdagi telefon raqamingiz eski bo'lsa, SMS boshqa raqamga ketishi mumkin yoki umuman kelmaydi. Pensionerlar ba'zan farzandining raqamini qo'ygan bo'ladi. Farzandi esa boshqa shaharda ishlaydi. Pul tushgani haqidagi SMS farzandiga boradi, pensioner esa bilmaydi. Shuning uchun bankka borib telefon raqamini tekshirtirish foydali. To'rtinchi nozik jihat, qarzdorlik va ushlanmalar. Ayrim pensionerlar kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa majburiy to'lovlar sababli pensiyadan ma'lum miqdor ushlab qolinayotganini ko'radi. Ular pensiya kam tushdi deb o'ylaydi. Jadval o'zgarishi pul miqdorini o'zgartirmaydi. Agar summa kamaygan bo'lsa, sabab alohida tekshiriladi. Bank komissiyasi bormi? Kredit yechilganmi? Ijro byurosi ushlanmasi bormi? Oldingi oy ortiqcha to'lov qaytarilayotganmi? Buni bankdan va pensiya jamg'armasidan yozma yoki og'zaki aniqlashtirish kerak. 5-nozik jihat, bayram va dam olish kunlari. Agar pensiya sanasi yakshanbaga yoki rasmiy dam olish kuniga to'g'ri kelsa, to'lov oldingi ish kunda yoki keyingi ish kunda amalga oshirilishi mumkin. Bu ko'pincha odamlarga kechikishdek ko'rinadi. Masalan, 7 iyul yakshanba bo'lsa, pul 5 iyulda tushishi ham mumkin, 8 iyulda tushishi ham mumkin. Bu hududiy va bank amaliyotiga bog'liq. Endi men har bir pensioner yoki pensionerning farzandi bajarishi kerak bo'lgan aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya olish shaklingizni aniqlang. Bank kartasigami, pochta orqalimi, naqd tarqatish punktidami? Chunki har bir shakl uchun jadval boshqacha bo'lishi mumkin. Kartaga oladigan odam pochtadan jadval so'rasa, to'liq javob olmasligi mumkin. Naqd oladigan odam bankdan so'rasa, bank faqat karta bo'yicha ma'lumot beradi. Ikkinchi qadam, o'z hududingizdagi mas'ul joydan sanani aniqlang. Buning uchun mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim, pochta bo'limi, pensiya jamg'armasining tuman bo'limi yoki xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qilishingiz mumkin. Savolni umumiy bermang. Pensiyalar qachon beriladi deb so'rasangiz, umumiy javob olasiz. Aniq so'rang. Mening familiyam, ismim, yashash manzilim, pensiya olish shaklim shunday, iyul oyida to'lov sanam qaysi kunga belgilangan? 3-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? Bank kartasi muddati o'tmaganmi? Ishonchnoma bo'lsa muddati tugamaganmi? Nogironlik bo'yicha hujjat kerak bo'lsa yangilanganmi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumotnomasi talab qilinsa topshirilganmi? Hujjatdagi bitta kamchilik to'lovni jadvaldan chiqarib yubormaydi, lekin vaqtincha ushlab turilishiga sabab bo'lishi mumkin. 4-qadam, bank kartasini oldindan tekshiring. Bankomatga borib balans ko'rish, bank ilovasi orqali hisobni tekshirish yoki bank operatoridan ma'lumot olish mumkin. Lekin bankomat oldida begonalardan yordam so'ramang. PIN kodingizni hech kimga aytmang. Pensiya tushganini tekshirib beraman degan odamga kartangizni bermang. Ayniqsa pensionerlar, firibgarlar uchun oson nishon bo'lishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida shoshilish firibgarlarga imkon beradi. 5-qadam, agar pensiya belgilangan sanadan keyin ham tushmasa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Avval bankdan hisob bo'yicha ma'lumot oling. Bankda pul tushmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar pochta orqali olsangiz, pochta bo'limidan ro'yxatda bor yo'qligingizni so'rang.
Zarur bo'lsa yozma ariza qoldiring. Arizada familiya, ism otasining ismi, tug'ilgan sana, manzil, telefon raqami, pensiya turi, oxirgi marta qachon pensiya olganingiz va muammo nimada ekanini yozing. Masalan, iyul oyi pensiya to'lovim belgilangan sanada kelmadi. Sababini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam, barcha chek va xabarlarni saqlang. Bankdan olgan ma'lumotnoma, SMS xabar, karta operatsiyasi, pochta bilan gaplashgan sana. Pensiya jamg'armasiga topshirgan ariza nusxasi keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar og'zaki gaplashib ketaveradi. Keyin kimga, qachon, nima deganini isbotlay olmaydi. Masala cho'zilsa, yozma iz bo'lishi juda muhim. 7-qadam. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizga faqat pul tushdimi deb so'ramang. Ulardan karta muddati qachon tugashini, SMS qaysi raqamga kelishini, pensiya qaysi sanada berilishini, hujjatlari joyidami yo'qmi, shularni ham so'rang. Ba'zan katta yoshdagilar noqulay bo'lmasin deb muammoni aytmaydi. Pul kechiksa qarindoshdan qarz oladi, dori sotib olishni kechiktiradi, lekin farzandiga aytmaydi. Shu sababli iyul oyidagi jadval o'zgarishi haqida o'ylada ham gaplashib olish kerak. Eng avvalo, tasdiqlanmagan gaplarga ishonmang. Ko'chada kimdir pensiyalar to'xtab qolibdi desa, bu hali haqiqat degani emas. Internetda kimdir hammaning pensiyasi 15 kundan keyin berilar ekan desa, bu ham rasmiy ma'lumot emas. Har doim o'z hududingiz va to'lov shaklingiz bo'yicha aniqlik kiriting. Bir viloyatdagi tartib ikkinchi viloyatga to'g'ri kelmasligi mumkin. Hatto bir tumanning ichida ham mahallalar bo'yicha kunlar farq qilishi mumkin. Ikkinchidan, pensiya pulini tezlashtirib beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir men tanishim orqali pulingizni ertaga chiqarib beraman, buning uchun karta raqamingizni, SMS kodni yoki ma'lum miqdorda pul bering desa, bu juda xavfli. Pensiya to'lovi rasmiy tizim orqali amalga oshiriladi. Hech kim SMS kod so'rab pensiyani tezlashtirib bermaydi. SMS kod bu sizning pulingizga kirish kaliti. Uni aytsangiz, kartangizdagi pul yechib olinishi mumkin. Uchinchidan, kartani boshqa odam qo'liga berib yubormang. Ba'zi pensionerlar bankomatdan foydalanishni bilmagani uchun ko'chadagi begona odamdan yordam so'raydi. To'g'ri, yaxshi odamlar ko'p, lekin xavf ham bor. Yaxshisi bank xodimidan yoki ishonchli farzand, nabira, qarindoshdan yordam so'rang. Bank ichida rasmiy xodim yordam bersin. PIN kodni esa hatto yaqin odamga ham aytmaslik yaxshiroq, zarur bo'lsa o'zingiz kiriting. 4-dan, kechikish bo'lsa darhol vahima qilmasdan. Sababini ajrating. Jadval o'zgarganmi? Bank kartada muammo bormi? Hujjat muddati tugaganmi? Qarzdorlik ushlanmasi bormi? Manzil o'zgarganmi? SMS kelmaganmi? Har bir sababni yechimi boshqa. Agar sabab jadval bo'lsa, kutish kerak. Agar sabab karta bo'lsa, bankka borish kerak. Agar sabab hujjat bo'lsa, hujjatni yangilash kerak. Agar sabab ushlanma bo'lsa, ijro yoki bank bilan aniqlashtirish kerak. Men bugun sizga iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilganda nimalarga e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntirdim. Eng asosiy fikr shuki, jadval o'zgarishi pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin har bir pensioner o'z sanasini, to'lov shaklini, kartasini va hujjatlarini tekshirishi shart. Ayniqsa naqd oladiganlar, yangi pensionerlar, ishonchnoma orqali oladiganlar. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar hushyor bo'lishi kerak. Agar sizda iyul oyida pensiya sanasi o'zgargan bo'lsa, izohlarda qaysi hududdansiz va odatda qaysi sanada olardingiz? Hozir nima deyishdi? Yozib qoldiring. Bu boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam sarson bo'lmaydi. Hujjatini tayyorlaydi. Pulini xavfsiz oladi va o'z haqini himoya qila oladi.